Siz bilgan o'sha yangi robotchidan bugungi sotuvimizda FK bo'ladi. Mashinamiz chotki ideal holatda turibdi. Balon qismiga kelganimizda yangi hali yaqinda taqdim dedilar, diska balonlar taqqan ekanlar. O'zi shuni pul bitta normalda yugurib beradi dedilar aka. Motor hadovoga kelganimizda 1 gram ishi yo'q dedilar. Hali bir oy bo'lgani emas ekan, polni motorni hadovoy, motor o'zi udar dedilar. Hadovoyni polni qilgan ekanlar. Yana o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olasizlar. Ha, aka aytdilarki, bironta agar variant bo'lgan bo'lsa, bironta mashin bilan barter qilaman dedilar. Aslini qanday dedilar? Captiva bo'lsa, iloji boricha Captiva bironta chiqsa, oxuni o'zingiz yana kelishasiz. Aka nomerlarini qoldirganman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Shuna o'xshash mashinalar bilan barter ham bo'ladi dedilar. Mashinamiz holatlari chotki idealda turibdi. Yoqilg'i turlariga keladigan bo'lsak, 4-paketli propan gaz ballonlarda turibdi. Aytishlaricha yana metan gaz balloni ham bor ekan. Xohlasangiz metanni taqib propanni ichib ham olaman dedilar. Unisi problemasi yo'q ekan. Hujjatlarga keladigan bo'lsak, hujjatlardan ham 1 gram problemasi yo'qdi. Xohlasangiz daverniz, xohlasangiz aformet, xohlasangiz generalga ham chiqaveradi dedilar. U sizlar xohishlaringiz. Aka nomerlarni qoldirganmiz. Yana o'zingizga biron kerakli bo'lgan ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefon qilib yana so'rab olasizlar. Ichki holatini ko'rib turganlaringizdek ichki holatlardan chotki bo'lgan, akvaprintlar bo'lgan, evakuar polliklar tayinlangan, findipeska chixollar, kruz kontrollar, hamma narsa abagref, hamma narsasi ishladi dedilar. Mana bu yoqda luklari ham bor. Bemalol lukdan kallalaringiz chiqarib, sochdan o'ynatib ketaversangiz ham bo'ladi. Mashinamiz yiliga kelayotgan bo'lsa, 2010-yil. Idealda turibdi. Ha, aytishlaricha mashinamizni polni kraska qilgan ekanlar, DTP bo'lmagan, prosta rangi uchkanmi to'xtab turgan ekan mashin, shuning uchun kraska qilganman dedilar. Lekin ollar, orqasi, yonlar hech qayerda bir udari yo'qdi, DTP bo'lmagan mashinamiz. O'zlaringiz uchun yana akaga telefon qilib aloqaga chiqib, ko'rib, bilib, so'rab olsangiz bo'ladi. Aka nomerlarini qoldirganmiz. O'sha yangi robotchi obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham zo'rlar hali sizlarni kutmoqda. Bunaqa mashinalar bo'layotgan bo'lsa, bepul 1 so'm olmasdan mashinalaringizni reklamaga qo'yib beramiz. Aloqaga chiqinglar, nomerlarimiz ham qutuqtabdi. Mashinalaringizni reklama qilib berish bizning bo'ynimizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lishni unutmanglar.